Faqat go'shtli pirog pishirilmasdan shunaqangi sochni chiqadigan osongina baliqli pirog tayyorlab ko'ringlar. Nachinkasiga piyozni mayda to'rab, saryoni eritib, sariyada qovuramiz. Yuvilgan shpinatni solib 1-2 marta aralashtiramiz. Slivichniy sir solib 5-6 minut pishirib olamiz. Xohishga qarab tuz, murch solsanglar ham bo'ladi. Tayyor slayonli xamirdan foydalandim. Sizlar xohishga qarab o'zingizlar uy sharoitida tayyorlatsanglar ham bo'ladi. Xamirni yoyib, ninalari olib tashalgan baliq yoki baliq filesini shunaqa qo'yib olib, ustiga tuz, murch sepib, nachinkani solamiz. Xamirni videoda ko'rsatilgandek konvert shaklida o'raymiz. Ustiga tuxum sarig'i bilan sutni aralashtirib suramiz va kunjut sepamiz. Qizib turgan duxovkada ustilari qizargunicha pishirib olamiz. Ishoninglar, shunaqangi mazali sochni bo'lib chiqadi. Pirog albatta tayyorlab ko'ringlar.